Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi video lavhalarimizda semizotning foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar taqdim etganmiz. Shuningdek, ulug' bobo kalonimiz Abu Ali ibn Sinoning semizot haqidagi fikrlarini ham sizlarga yetkazganmiz. Bugungi video lavhamizda ham semizotning 12 foydali xususiyati haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Semizot bu tibbiy maqsadlarda ishlatiladigan o'simliklardan biri. O'simlik ko'pincha an'anaviy tibbiyotda qo'llaniladi va uning foydali xususiyatlari turli kasalliklarni davolashda yordam beradi. Quyida semizotning barcha foydali xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar bilib olasiz. 1. Yallig'lanishga qarshi. Semizot o'zining yallig'lanishga qarshi xususiyatlari bilan tanilgan. U artrit, bo'g'imlardagi og'riqlar, bosh og'rig'i va bosh yallig'lanishi kasalliklarida foydalidir. Semizotdan tayyorlangan ekstraktlar yallig'lanishlarni kamaytiradi va og'riqni yengillashtiradi. 2. Antibakterial va antivirus ta'siri. Semizotning tarkibida antibakterial va antivirusli xususiyatlarga ega moddalar mavjud. Bu xususiyatlar o'simlikni infeksiyalarni davolashda, masalan, bakterial va virusli kasalliklar, sovuq urish, grippni davolashda samarali hisoblanadi. 3. Immun tizimini mustahkamlash. Semizot organizmni kuchaytiradi va immun tizimini mustahkamlaydi. U tananing tashqi infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi va umumiy sog'liqni yaxshilaydi. 4. Tozalovchi va detoksifikatsiya xususiyatlari. Semizot ichaklar va boshqa ichki organlarni tozalashda yordam beradi. U organizmdan toksinlarni chiqarib tashlashga yordam beradi va tana detoksifikatsiyasini yaxshilaydi. Shu bilan birga u jigar va buyrakni samarali tozalashga yordam beradi. 5. Teri salomatligi. Semizot teri uchun foydalidir. Uning tarkibidagi antioksidantlar terini tozalash, yangilanishini ta'minlash va teridagi yallig'lanishlarni kamaytirish imkonini beradi. U dermatologik muammolar, masalan, ekzema va yallig'lanishga qarshi ishlatilishi mumkin. 6. Nerv tizimi salomatligi. Semizotning asab tizimiga ta'siri bor. U asab tizimini tinchlantiradi, stressni kamaytiradi va uyqusizlikni davolashda yordam beradi. Bu o'simlikning qo'llanishi asab tizimining umumiy holatini yaxshilashga yordam beradi. 7. Bo'g'im va mushaklar og'riqlarini kamaytiradi. Semizotning yallig'lanishga qarshi va og'riqni kamaytiruvchi ta'siri bo'g'imlardagi og'riqlar va mushaklardagi spazmlar uchun samarali bo'lishi mumkin. U masalan, revmatizm va artrit kabi kasalliklarni davolashda yordam beradi. 8. Giyohvandlikdan qutulish. Semizot ba'zi an'anaviy tabobatda giyohvandlikni davolashda qo'llaniladi. Bu o'simlik ayniqsa narkotik moddalar va alkogolga bo'lgan odatni kamaytirishda yordam beradi. 9. Yurak va qon tomir tizimi salomatligi. Semizot yurak va qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlashda yordam beradi. U qon aylanishini yaxshilaydi, yurak ritmini tartibga soladi va qon bosimini normallashtiradi. 10. Astma va nafas olish tizimi kasalliklarini davolash. Semizot nafas olish tizimi uchun foydalidir. U astma, bronxit, yo'tal va nafas qisish kabi kasalliklar bilan kurashishda ishlatiladi. O'simlik nafas yo'llarini kengaytirib, havo oqimini yaxshilashga yordam beradi. 11. Xolesterinni pasaytiradi. Semizot xolesterin miqdorini pasaytirishga yordam beradi. U qon tomiridagi yallig'lanishni kamaytiradi va qon tomirlarini tozalaydi. Shu bilan birga yurak xastaligi xavfini kamaytiradi. 12. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Semizot ovqat hazm qilish tizimiga yordam beradi. U oshqozon va ichak tizimining faoliyatini yaxshilaydi. Gaz va shishlarni kamaytiradi, ichaklarni tozalaydi va hazmni yaxshilaydi. Shuningdek, semizot qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlarining kengayishiga yordam beradi va qon bosimini normallashtiradi. Bu ayniqsa yurak kasalliklarining oldini olishda foydalidir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Xayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.